Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, bizani kuzatib boruvchilar. Bizani navbatdagi traktorimiz tayyor bo'ldi. 82.1 qora matviy rangda qilganmiz. Rangi, tiniqligiga bir o'zinglar alohida baho berib qo'yasizlar. Xudo xolasa traktorimiz juda zo'r chiqdi. Bu traktorimizda konditsioner bor. Круговой тонировки. Salonga hazırlayamiz. Bismillah. Polik tashlayapmiz. Сиденье, чехол, подголовник, руль, чехol. Salonga o'zgacha bir mehr berilgan. Kolonkalar qo'yib beryapmiz. Batareyasi bor, magnitofon. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hammalarga rahmat.